Assalomu alaykum. Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchangini boqadiganlar va begomizga qiziqadigan hamkasbalar, hurmatli muxlislar. Mana bugun bu cho'lchanglarga biz piyoz tashadik. Piyozlarni tashab, kecha tashab nima qilib qo'ydik? Qo'shimcha ozuqa sifatida. O'zi cho'lchanglar ko'payib, zichlashib, begomuz ham tayyor bo'lib qoldi. Mana begomuz tayyor pashti. Mana cho'lchanglar qaranglar. Ko'rinyaptimi yo'qmi? Tuxumlari, ballari. Bismillah. Cho'lchanglar. Piyozlarni ular juda sevib iste'mol qilar ekanda. Piyozga qaranglar mana. Ana piyozlar tayi. Cho'lchanglar. Ham tuxumlari ham ko'payar ekan. Qo'shimcha ozuqaligini hisobiga juda ham zo'r. Mana cho'lchanglarimiz zichligi yaxshi. Mana zichligi. Bu ertaga bioreaktorimizga tayyor. Hamma joyda shunaqangi zichlikda cho'lchanglar mana. Piyozlarni shunday tagini ochamiz. Mayda cho'lchanglar. Ballari. O'zi go'ngda aylantirganimizga cho'lchanglar tagiga tushib, tepaga ballari chiqib qoldi. Evet, ko'raylikchi. Mana bu yerda nihoyatda serob. Mana sizga zichlik. Piyozlar esa nihoyatda sevib iste'mol qilar ekan cho'lchanglar. Zichligi. Alhamdulillah. Zichlilar yaxshi. Hamma yoqda shunaqa. Cho'lchanglar. Xohlasa yana bir oydan keyin cho'lchanglar sotuvga tayyor. Qiziqqanlar bo'lsa, boqishga ishqibozlar bo'lsa, bemalol telefon qila olasizlar. Telefonlarimiz 90 507 34 35, 33 kod 933 34 35. Ba'larga endi nima bo'lyapti? Og'darganimizga cho'lchanglar pastda. Evetlar, gomuz qilgan. Mana cho'lchanglar. Zichligi nihoyatda zo'r. Hozircha shunchalik.